Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Cheklovchi. 3 ta katyolimizni Andijon viloyati Norin tumaniga dastavka qilib beryapmiz. 20 kilovatlik, bitta 15 kilovatlik katyolimiz. O'ta biroz oldinroq zakaz qilishgan. Hamma onchotka qilib jo'natyapti. Ozgina kech qoldi, sababi ventilyatorlarimiz ozgina uzilish bo'lib qoldi. Shuning uchun klientlarimiz ozgina kutib qolgan. Xudo xolasa ventilyatorlarimiz yetib keldi. Dastavka qilishni boshlayapmiz katyollarimizni. Katyollar ham hammasi o'sha ventilyator yo'q kutib turgandi. Ularga ham xudo xolasa sraz ustoqlamizda jo'natib yuboramiz. Kontrollerimiz, montajlarimiz mana shu tutib bo'lgan. Ventilyatorimizni o'zini zaslonkalari. Avtomatik zaslonka mana cho'tib ishlayapti. Xitoyda eng sifatli ishlardan bittasi. Katyolimizning eshiklari mana 3 qavatda mana bu yilgi yangiliklarimiz. Alyumin silikatli plita 1200 gradusgacha deydi. Eshiklarimiz endi 3 qavat bo'ldi. Birinchi list, 4li list, alyumin silikat, yana list 3lik, uni ichida yana bazalt bor. Bazalt tashqarisida mana 3 qavat. 3 qavat og'ir. Xudo xolasa cho'tki eshiklarimiz bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.